yuzidan qoniqmaydigan ayol qizlarimiz hozirgi paytda qovoq sohalarini va plastik xirurgiyaga o'tib ketishyapti. Plastik xirurgiya bilan kosmetologiyaga farqi nimada va maslahat berasizmi o'zi yuz sohalarini o'zgartirishi? Agar meditsinskiy tomondan pokazaniya bo'lsa, shunga men tavsiya qilgan bo'laman. Yaxshi plastik xirurgga borib, kosmetologda emas, imенно plastik xirurgga borib, qovog'ini oldirishi. Bir xillarda ko'pchilikda pastki qovog'ida grija bo'ladi, u estetik jihatdan xunuk ko'rinadi. Ayol qizlarimiz o'zini diskomfortni his qilishadi shunaqa holatlarda. Mana o'shunaqa holatlarda yoki qovog'i juda ham osilib, ko'ziga tushib qolib, ko'zini bekitib qo'yadigan, xalaqit qiladigan anaqa holatlar bo'ladi. Ana o'sha holatlarda обязательно blefaroplastikaga men tavsiya qilgan bo'laman bemalol. Krugovoy blefaroplastika yoki yuqori qovoq yoki pastki grijasi bo'lsa, o'sha xirurgik yo'l bilan olib tashalanadi. Yaxshi xirurgda, faqat plastik xirurgda, kosmetologda emas, kosmetologga umuman haqqi yo'q kesishga, tikishga.